O'zbekiston 2030 strategiyasi yangi tahrirda tayyorlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 26 dekabr kuni o'z murojaatnomasida O'zbekiston 2030 strategiyasini qayta ko'rib chiqish vazifasiga to'xtaldi. So'nggi yillardagi o'zgarish va natijalarni hisobga olib, O'zbekiston 2030 strategiyasining takomillashtirilgan loyihasi ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti topshirig'iga muvofiq, yurtimizning kelgusi 5 yillik taraqqiyotiga daxldor bo'lgan ushbu hujjat keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazilib, aholimizning fikr-mulohazalari asosida takomillashtiriladi. Shu maqsadda strategiya loyihasi Uzbekistan 2030.uz va regulation.go.uz platformalarida jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamada faol ishtirok etib, fikr bildiring. Strategiya loyihasi bo'yicha savol va takliflaringizni 71 239 49 38 71 239 49 44 raqamli kol markaziga, shuningdek info@asr.go.uz elektron manziliga yuborish mumkin.